Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun zafaron haqida to'liq, keng tushuntirib o'tmoqchiman. Zafaron o'zi qadimgi asrlardan buyon tabobatda keng qo'llanib kelinadi. Bundan birinchi bo'lib Abu Ali ibn Sino o'zini tib qonunlari kitobida ham 100 dan ortiq kasalliklarga davo bo'lish haqida ko'p ma'lumotlar berib o'tgan. Men sizlarga hozir aytib beradigan bo'lsam, zafaron 100 dan ortiq kasalliklarga davo bo'ladi. Birinchi o'rinda zafaron organizm hujayralarini oziqlantiradi, terini silliq qiladi, rangni tiniqlashtiradi, xotira va aqliy faoliyatni yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi. Zafaron 100 dan ortiq xastaliklarni davolash uchun shifobaxsh xossalarga ega. Amalda har qanday xastalik boshlanish bosqichi yoki rivojlanish oxirgi bosqichdami, bundan qat'iy nazar zafaron yordamida 85-87% shifo topadi. Tadqiqotlar buni isbotlagan. Bu bilan nima demoqchimiz? Misol siz qandaydir kasallikni orttirib olgansiz, u kasallik birdan sizda paydo bo'lmaydi. U yillar davomida 3, 5, 10 yil davomida